Davom etamiz. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidagi Mo'g'ul qishlog'i etagida joylashgan so'lim manzil, qadimiy buloq, zilol suvi, o'ynoqi baliqlari va ko'p yillik chinorlari bilan kishilarni o'ziga rom etadi. Bu muqaddas joy nafaqat go'zal tabiati, balki Said Ne'matullo kabi mashhur ulamolar hayoti bilan bog'liq tarixiy ahamiyati bilan ham e'tiborga loyiqdir. Navbatdagi lavhamiz ana shu maftunkor maskan haqida. O'ynoqi suzayotgan bu baliqlarning ushbu buloqni makon qilganiga juda ko'p asrlar bo'lgan, lekin ularni hali hech kim ovlamagan. Shu boismi baliqlar bu yerda o'zlarini anchagina xavfsiz his qilib, go'zal bir manzara yaratgan. Kitob tumanining Palandara hududidagi Mo'g'ul qishlog'i etagidagi bu joy o'zining nafaqat maftunkor tabiati, azim chinorlari bilan, balki tarixiyligi bilan ham sayyohlar e'tiborini o'ziga tortib keladi. Bu joy sohibqiron Amir Temurning piri Mir Said Barakaning ukasi, Hazrati Bashirning dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan islom olamining zabardast olimi Said Ne'matullo bilan bog'liq bo'lib, tarixiy manbalarda u kishining ushbu manzilda 5-6 yil yashagani keltiriladi. Qo'llariga bitta tayoq bo'lgan ekan, tayoqni yerga urib shu tayoq o'zi chinor bo'lib ko'kargan, tagidan suv chiqqan ekan. Shu chiqqan suv mana shu Xo'ja Ne'matullohning chashmasi ekan. So'ng bu yerga u kishi hech qanaqa uyga yashamagan, chillaxona qilib, chillaxonaga 6 yil yashagan. Hududda diqqatni tortadigan asosiy jihat tabiiyki mana bu ulkan chinorlar. Chinorlar tanasidagi ulug'vorlik esa katta bir tarixiy o'tmishning bugungi kundagi shohididek tasavvur uyg'otadi kishida. Ulkan tana ostidagi buloq esa hozirga qadar odamlarga obi hayot ulashib keladi. Undagi baliqlar esa bir zum bo'lsa-da ko'ngilga xotirjamlik olib kirgandek bo'ladi. Shu baliqdan hech kim ushlab buni iste'mol qilmaydi. Har yil 12 kun, 13 kun baliq mutlaqo yo'qoladi. Mutlaqo yo'qoladi. 12 kun, 13 kundan keyin yana paydo bo'ladi. Bu yerda bo'larkanmiz buloq haqida yana bir antiqa ma'lumotga ega bo'ldik. Chashmani hech kim qo'li bilan tozalamaydi. Chashma o'zini o'zi shu tozalashi shundanki, shu bir davush chiqadi, gumbillagan davush chiqadi-da, kelib qarasak, loyqa chinorning ustiga chiqib ketgan bo'ladi. Tarixga yuzlanadigan bo'lsak, Amir Temur Amir Husayn ustiga qo'shin tortib, Termiz shahri yaqinida to'xtab turganda Mir Said Baraka va uning ukasi Said Ne'matullo podshohlik rutbasini belgilovchi bayroq va nog'orani sohibqironga topshiradi. Shundan so'ng sohibqiron ularga ixlos qo'yadi va doimo yonida olib yuradi. Har qanday mashvarat va maslahatlar Said Baraka va Ne'matullo valisiz o'tmaydi. Biroq keyinchalik saroy fitnalari sabab aka-uka Saidlar Samarqanddan chiqib ketmoq uchun yo'lga tushadi. Aka-uka Qoratepa tog'i bilan Koyni tog'ining o'rtasidagi Xo'ja Ulug' degan joyga yetganida Qur'on ularning izidan yetib boradi. Said Baraka poytaxtga qaytishga ko'nsada, ukasi Said Ne'matulloh yo'lida davom etadi. Yo'ldagi ushbu Mo'g'ul qishlog'ida bir muddat yashab, keyin Hirotga ketadi. Undan so'ng Kermon shahrida Amir Temurning ularga ajratgan mulkini 25 yil boshqarib, shu yerda muqim yashab qoladi. Olimning arab va fors tillarida har xil ma'nolar yoritilgan 544 ta yozishmasi bo'lib, ulardan 110 tasi bizgacha yetib kelgan. Shu o'rinda yana bir mulohazani aytishni lozim topdik. U ham bo'lsa mazkur joyning e'tiborga muhtojligidir. Hududni obodonlashtirilishi esa viloyat ziyorat turizmining yanada rivojlanishiga katta hissa qo'shadi tabiiyki.